Tushda qo'shni bilan janjallashish ko'rishning ta'birlari. Tushda qo'shni bilan janjallashish turli tush ta'birlarda turlicha talqin qilinadi. Bu tush ichki ziddiyat yoki stress mavjudligini, qo'shni bilan janjal tush ko'ruvchining qo'shni bilan janjalni tush ko'rgan kishining ichki bosimi, yig'ilib qolgan asabiyligi yoki hal qilinmagan muammolarni anglatishi mumkin. Bu tush yaqin kunlarda qarindosh, qo'shni yoki ishdagi hamkasblar bilan ehtiyot bo'lish kerakligini bildirishi mumkin. Ba'zi ta'birlarga ko'ra tushdagi janjal aksincha haqiqiy hayotda kelishmovchiliklarning tugashi va munosabatlarning yaxshilanishiga ishora qiladi. Agar tushda qo'shni bilan qattiq urushgan bo'lsangiz, yig'ilib qolgan hissiyotlar tashqariga chiqayotganini anglatishi mumkin. Ko'rilgan tushda janjaldan keyin yarashgan bo'lsangiz, bu yaxshi alomat bo'lib, muammolar tugashi yoki yarashuvni bildiradi. Tushda qo'shni sizni haqorat qilgan bo'lsa, atrofdagi odamlarning gap so'zlariga ortiqcha e'tibor bermaslik kerakligini anglatishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.